Şu muzikani men o'rnatib olganimdan keyin bana muzikani o'chirib bering deyapman. Xizmatni o'chirmoqchimisiz umuman? Ha, o'chiring deyapman. Hop. Mendan akutgan pulni ham qaytarib bering deyapman. Nimaga endi? Qaytarib beradi. Kim qaytarib beradi? Bana musiqaga pulni oldi-ku. Yo'q, uni qaytarib bo'ladi. O bo'lgan-ku musiqani. Endi uni pulni qaytarmaymiz biz. Yo'q, men sizga qaytarib beryapman-ku musiqangizni. Bunda qaytarib bermang. Ha. Kerak emas musiqangiz. Yo'q, bitib sotib endi olmaslik nimasi bu? Nima ishlating, sotib oldingizmi? Magazinga borib kiyim olsangiz, shu pulni berganingizdan keyin qaytarib olib kelsangiz, sizdan olishmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bizga ham xizmat kerak. Bo'ldi, siz sotib olgansiz. Yo'q, qarang. Men bo'lsa, hech bo'lmasa bir 20 sentini qaytarib beringizlar. Yo'q, biz qaytarmaymiz pulni. Bo'li xizmatni sotib bo'lgansiz. Agar o'chirmoqchi bo'lsa, o'chiring, lekin pul qaytarilmaydi. Men sizga o'chirish kodini yuboraman, musiqa ham quyib ketadi. Savolingiz bormi yana? Yana banag'i 48 sent debdi. Hop. Ana shu 48 sent olmay 78 sent kutib qoldi, Xudoga tavba qildim. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent bordi, 2 sentim qoldi. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent. 80 sent bor edi. Yoqtirish 20 sent, abonentskiy 3 sent bo'lsa, 80 sentingizdan 23 sent ayirib tashlaysiz. Yo'q, bu bachchani, banag'i shu gapni banag'i bachcham aytdi menga. Bitta bachcha bor ekan oldingizda. Hop. Shu bachcham aytdi. Hop. Shuni o'chirgandan keyin pulim qaytdi. Tariflaringiz gazdan yechilgan. 48 sent musiqaga, 20 sent yoqtirish, 3 sent abonentga. Xohlasangiz ishlating, agar xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Sizga kodini yubordim. Bundan ortiq savolingiz yo'qmi? Yo'q, men hozir moldaman. Shu bepul sapshinam ham yo'q. Shunga hech bo'lmasa bir 20 sent bering. Yo'q, endi biz sizga o'zimiz pul tushirib bera olmaymiz shu sizga. Kompaniyada unaqa yo'q. Qaysi biri? Nasiyaga shuni kesib olasiz telefondan. Nasiyaga? Ha, bir kun tushirgan paytim kesib olasiz shu 20 sent. Qachon tushirasiz? Meni moldan qaytib boraman hali tovdan uyga. Qachon borasiz uyga? Uzoqni 3 kunlarda boraman men uyga. Qachon keldingiz o'zi o'tga? Molg'ami? Ha, molg'a. Ha, shu Qachon? Bir 2 soatcha bo'ldi. Endi keldingizmi? Ha.